Kunlarning birida deydi Qosim ibn Muhammad bizga oppoq kiyimlarni kiydirdi. So'ngra meni bir tizzasiga, singlimni esa ikkinchi tizzasiga o'tkazdi. Amakim Abdurrahmonni chaqirgan ekan. U kirgach, unga salom berdi-da, so'ngra aytdi. Endi ukasiga gapiryapti. Allohga hamd aytdi, Oysha onamiz, payg'ambarimizga salovat aytdi. Avval ham, keyin ham undan ko'ra bayoni shirinroq, so'zi go'zalroq na bir erkak va na bir ayolni ko'rmaganman. Oysha onamiz aytdi. Ey uka, bu ikki go'dayni sizdan uyimga olib ketganimdan beri mendan xafaligingizni ko'ryapman. Chunki Abdurrahmon, Abu Bakrning o'g'li Abdurrahmon bu ikkala jiyanini uyga olib kelib tarbiya qilmoqchi bo'lganida Oysha onamiz olib ketib qoldi. Mana endi bir muddat boqib, bir necha yil o'tdi, endi chaqirdi Abdurahmonni. Vallohi men haddimdan oshganim uchun yo bularda haqqini ado qila olmaysiz deb yomon gumon qilganim uchun olib ketmovdim. Siz erkaksiz, ayollaringiz ko'p. Bu ikkala